Ular menga burilib voz kechishing kerak edi dedi. Lekin men o'zim qilishga tegishli ishni qildim. Uzluksiz olib qarab ilgirladim. Ular meni vaqtingni bekorda isrof qilyapsan dedi. Lekin har qanday bir orzu paydo bo'lishi bilan boshqalarning diqqatini torta olgan emas. Shu ideyalar. Qiyinchilikda tovlanish. Har minut, har sekund. Tirishish, erishish. Boshqalarning maqtishiga yoki ilhomlantirishiga erishamaslik. Biz mana shularni tanladik. O'zimizni taqdim qilishni, to'xtamay davomlashtirishni, to'xtamay kurash qilishni, texim yiroqqa qarab, texim tez ilgirlashni, boshqalarning bizni to'sib qololmasligini. O'tmishimizga hargiz bosh egmaslikni. Faqatla kelgusimizga jang e'lon qilishni tanladik. Tug'ilishida o'ng puti yo'q. Dadasi tarafidan tashlab o'tilib, onasi yolg'iz beqib cho'qqigan. Emanuel Ofosu meyiplik Tangrining qarg'ishiga uchirganlik deb qaraladigan bir davlatda tug'ilgan. Nurg'ulg'an o'ngsizliklarga uchirgan Emanuel 2001-yili velosiped bilan 380 ingliz mili musofirni tamomlab, Ganani to'g'risiga kesib o'tib, barliq meyip kishilarning yurak sadosini butkul dunyoga yangratdi. Uning bu tirishchanligi dunyo xalqining e'tirof qilishiga erishdi. U Nike şirketi tarafidan Casey Martin mukofotiga va yana Arthur Ashe rag'batlantirish mukofotiga erishib, mukofot so'masining hammasi bilan bir fond jamiyat qurib, Ganada meyip bolalarning tanarkat turlariga qatnashishiga yordam berdi. Dan qazanib mukofot so'masining hammasini ishlatib bo'lgandan keyinmi, u yanada to'xtab qolmadi. U orzularini amalga oshirish uchun har xil xizmatlar bilan shug'ullandi, hamda o'zining yurak sadosini anglashni xohlaydigan har bir odam bilan paranglashdi. U hozir keyingi qitimliq velosiped safariga tayyorlik qilyapti.